Cristiano Ronaldo haqida top 5 faktlar. Birinchi fakt: Cristiano Ronaldo 4 xil ligada liganing eng yaxshi futbolchisi unvonini qo'lga kiritgan yagona futbolchi hisoblanadi. Ular Angliya ligasida Manchester United 2007 va 2008-yil, Ispaniyada Real Madrid safida 2014 va 2017, Italiyada Juventus safida 2019 va Saudiya Arabistonida Al Nassr bilan 2023-yil. Ikkinchi fakt: Ronaldo 10 ta yirik xalqaro turnirlarda gol urgan yagona futbolchi hisoblanadi. U 2004-yildan 2020-yilgacha bo'lgan Yevrolarda barchasida gol urgan va Jahon chempionati 2006 va 2022-yilgacha bo'lgan barcha jahon chempionatlarida gol urgan. Uchinchi fakt: Cristiano Ronaldo bir klubda eng tez 100 ta gol urgan yagona futbolchi hisoblanadi. U 105 ta o'yinda 100 ta gol ura olgan Real Madrid safida. To'rtinchi fakt: Cristiano Ronaldo 21-asrda eng ko'p hat-trick qilgan futbolchi hisoblanadi. U hozir 66 marotaba hat-trick qilishga erishgan. Beshinchi fakt: Cristiano Ronaldo futbol tarixidagi eng yaxshi to'purar hisoblanadi. Mutlaq ideal to'purarlik Cristiano Ronaldo 30 yoshdan keyin ham, 30 yoshdan oldin ham, barcha davrlarda ham, Chempionlar Ligasida ham, barcha turnirlarda ham, terma jamoalarda ham eng yaxshi to'purar hisoblanadi. Bu videoni Messichilarga jo'natib qo'ying va Ronaldoning muxlislari qanif kommentda yozingchi, Ronaldo haqida yana qanday faktlar bor? Hech kim bilmaydigan fakt bormi? Bundanda qiziqroq videolar profilda obuna bo'lishni maslahat beraman.